Teri qog'ozning 9-si. Mening orzularimning hech qanday qiymati yo'q. Mening planlarim chang to'zandek e'tiborsiz. Mening nishonimga yetkilib bo'lmaydi. Biz o'z harakatimizni ko'rsatmasak, har qanday narsaning qilchi ahamiyati yo'q. Men hozirla o'z harakatimni ko'rsataman. Bir parcha xarita mayli qanchalik tafsiliy, qanchalik inchki ishlangan bo'lsin, bir odamni yer yuzidan yarim qadam oldiga elib borolmaydi. Bir davlatning qonuni mayli qanchalik odil bo'lsin, jinoyat sodir bo'lishining oldini mangu ololmaydi. Har qanday angushtar mening qo'limdagi teri qog'ozlar shunday. Mangu boylik yaratolmaydi. Faqat harakatlar, xarita, angushtar, orzu, plan va nishonlarni amaliy ahamiyatga ega qiladi. Harakat xuddi yemeklik va suvga o'xshash. Mening muvaffaqiyat qozonishim uchun kuch-quvvat ato qiladi. Men hozirla o'z harakatimni ko'rsataman. Ishni kayniga tortish mening put-qo'limni tushab, olg'a bostirmaydi. Bu qo'rqishning alomati. Hozir men barliq qaysar yuraklarning chunqur qaytidan bu sirni his qildim. Menga ma'lum. Vahimini yengish uchun qilchi ikkilanmay harakatni boshlash kerak. Mana shunda qilgandila yurakdagi vahimi besiladi. Men hozir bilaman. Harakat shirdak vahimilik kelgan vahimini cho'milidek holatga keltiradi. Men hozirla o'z harakatimni ko'rsataman. Men bundan keyin poqroq qo'ng'izning xislatini esimda saqlayman. Faqat qanot qaqqandila ondan yorug'lik chiqarib bo'ladi. Men poqroq qo'ng'iz bo'laman. Hatto quyosh nur chechib turgan kunduzdimi o'xshashlar yorug'lik chiqaraman. Boshqalar kepinakka o'xshash qanotlarini pulanlatib, gulning sadiqasiga tayinib yashamaysin. Men poqroq qo'ng'iz bo'laman. Zaminni yo'ritaman. Men hozirla o'z harakatimni ko'rsataman. Men bugungi ishni ertaga qo'ymayman. Chunki menga ma'lum, erta mangu ketmaydi. Hozirla harakatni boshla. Mening harakatim xushallik va muvaffaqiyat kelib kelmasmi? Lekin harakat qilib mag'lub bo'lish, quruq o'ltirib o'limni kutgandan ko'p yaxshi. Harakatning xushallik mevalari tushmay qolishi mumkin. Lekin harakat bo'lmasa, har qanday mevadan hosil olib bo'lmaydi. Men hozirla o'z harakatimni ko'rsataman. Darhol harakatlan. Darhol harakatlan. Darhol harakatlan. Bugundan boshlab men bu so'zni qayta har minut, har sekundda takrorlab turaman. Toki u odatimga aylanguncha, xuddi nafas olgandek. Mening iqtidorimga aylanguncha takrorlayman. Mushu so'zni esimdan chiqarmasamla, men o'zimning kayfiyatimni turaqlashtira olmayman. Mag'lubiyatchilar o'zini qochirgan har bir xirisqa taqobil tura olmaydi. Men hozirla o'z harakatimni ko'rsataman. Men bu so'zni qayta takrorlayman. Sahar uyg'onganda mag'lubiyatchilar qo'pqisi kelmay karavotda so'zilib yotdi. Men bu so'zni ichimda takrorlayman. Ondan harakatni boshlayman. Men hozirla o'z harakatimni ko'rsataman. Sirtqi mol sotqili chiqqanda mag'lubiyatchilar men rad qilishga uchraymanmi deganni o'ylaydi. Men bo'lsam bu so'zni ichimda takrorlayman. Ondan tunji xaridorlarga yuzlanaman. Men hozirla o'z harakatimni ko'rsataman. Mahkam etilgan ishiklarga duch kelganda mag'lubiyatchilar vahima va andishi ichida sirtda saqlab turdi. Men bo'lsam bu so'zni ichimda takrorlayman. Ondan berib ishikni chekaman. Men hozirla o'z harakatimni ko'rsataman. Eziq turishlarga uchraganda men bu so'zni ichimda takrorlayman. Ondan razillikdan yiroqlashaman. Men hozirla o'z harakatimni ko'rsataman. Faqat harakatlar mening bozordagi qiymatimni belgilaydi. Qiymatimni hasilab oshirish uchun hasilab tirishishim to'g'ri keladi. Men mag'lubiyatchilar qo'rqadigan yerlarga boraman. Mag'lubiyatchilar orom elayotganda men to'xtamay ishlayman. Mag'lubiyatchilar jim turganda men mollarimni to'xtamay tunishtiraman. Men mollarimni elish mumkinchiligi bo'lgan 10 oilaga boraman. Mag'lubiyatchilar bo'lsa nurg'un kalla qatirib, tafsiliy plan tuzgandan keyin oran bir oilaga boradi. Mag'lubiyatchilar o'zlarining kechikkanligini his qilib o'tirganda men muvaffaqiyat qozonib bo'lgan bo'laman. Men hozirla o'z harakatimni ko'rsataman. Hozirgi vaqt mening borligim. Ata o'rlarning xizmat kuni. Men o'rin emas. Ata razillikni tashlab, yaxshilikqa yuzlangan kun. Men razil emas. Ata
Acizlar kuchlikka aylanadigan kun. Men ojiz emas. Ata mag'lubiyatchilar muvaffaqiyat qozinaman deb bahona topadigan kun. Men mag'lubiyatchi emas. Men hozirlar o'z harakatimni ko'rsataman. Men yirtqich shir. Men qarchiman. Qo'rsqim assa tamoq yeyman. Sussam ussuzlik ichaman. Harakat qilmasam menga o'limdan boshqa yo'q. Men muvaffaqiyatga, xushallikqa, xotirjamlikka intilaman. Harakat qilmasam men mag'lubiyat, baxtsizlik va azoblik, uyqusizlik ichida o'lib ketaman. Men buyruq tushiraman. Men o'zimning buyrug'iga bo'ysunaman. Men hozirlar o'z harakatimni ko'rsataman. Muvaffaqiyat kutishdan kelmaydi. Agar men ikkilanib tursam, muvaffaqiyat boshqalarning ilkiga o'tib ketadi. Mendan mangulik yiroqlashadi. Mushu vaqt, mush yer, mush odam. Men hozirlar o'z harakatimni ko'rsataman.